Savolni qara. Qanday erkaklardan voz kechish mumkin? Keling, bu adashgan jigarbandimizni imi-jimida urib o'ldiramiz. Erkaklardan voz kechib olar ekanmi? Otamiz erkak, o'g'limiz erkak, erimiz erkak. Mushukka o'xshab ko'kulab ketasiz eringizdan voz kechsangiz. Jim o'tiring shuning uchun. Siz-ku erkakdan voz kecha oladigan bo'ling, lekin erkak sizdan voz kecha olmasin. Tushundingizmi? Ana gap, ana ma'no. Tushunyapsizmi? Erkakdan siz voz kechib ketavering, lekin erkaklar sizdan voz kecha olmasin. Ana ma'no. Gapimni ma'nosini chaqyapsizlarmi ish qilib? Qaranglar, uning uchun bitta kanal aytaman, o'sha yerga kirasizlar. Mayli, voz kechmoqchi bo'lsanglar ham, shu paytgacha unaqa ayol bo'lmagan bo'lsanglar ham, mana ajralaman deb turibsizlar, bo'ldi, tugadi deyapsizlar, ana bolanglarni ko'tarib, oqsitganlarni ko'tarib uylarga ketmoqchisizlar. O'sha payt bir hafta mana shu kanaldan foydalanasizlar. Bir umr eringlar, bevafo dunyo, shunday ayolni qanday qo'yib yubordim deb siz bilan ajragandan keyin alkash bo'lib ketadi. O'shaning uchun o'ting.